Messi nima bu? Hat-trick! Birinchi turda yo'q. Uje Messi hat-trick bilan o'yinni boshlayapti. Jahon chempionati startida Messi hali hech kim hat-trick qilmadi bu mavsum bu turnirda va birinchi hat-trickni Messi afsona sobiq jahon chempioni, sobiq oltin to'p sohibi o'sha jahon chempionatidagi so'nggi o'yinda, so'nggi bahsda Messi oltin to'p oldi, ya'ni jahon chempionatining oltin to'pini olgan. Va endi yana ham jiddiy harakat qilyapti va 9-oltin to'pi ham berilish arafasida turadi, chunki Messi bilasizlar, jahon chempionatida shunaqa o'ynab tursa, jahon chempioni bo'lsa, yana bo'lsa kim oltin to'pni olishi mumkin? Faqatgina Messi oladi. Messi shunchaki dahshat. 3 ta gol va birinchi goli dahshat chiqdi. Birinchi goliga gapsiz bo'lish mumkin emas. Chapdan turib o'ngga miqlab qo'ydi, ammo gap bo'lishi mumkin emas. Barcha gollarni Telegram kanalimda tashlab qo'ydim. Profil ustiga bosing.